Eshitmalik o'tiribdi bilmayman. Har bitta farmakologiyani o'zini poboshkasi bor, 100%. Men ham Iskandarga to'xtaylik doktorlar bilan ishlashni boshlaganimdan keyin ko'p narsa o'rgandim. O'zimga yangi qirra ochib oldim. Shunday ham. Trenirovkada zalda juda ko'p narsa o'rganganman. Trenerim bezovta kishi ko'rib, haligacha o'rgatadilar ko'p narsa. Zalda o'zimni qirralarim maksimal ochmadim, uni o'zimga yetarli darajada konsentratsiyani o'rgandim, qanaqa ishlashni. Hozir men agar endokrinologiya yo'nalishida ham o'rganib olsam, уже o'zingizga yaxshilanib bo'ladi. Sog'lig'ingizga nazorat qilib, trener bezovta qilmaysiz, doktor bezovta qilmaysiz. Tushunib olasiz. Qancha o'zingiz o'rganib olasiz-da, o'zingiz taniysiz. Keyin mana trenerskiy, например, $100, $200 bo'lsa, полный full hamma narsani o'rganganingizdan keyin $400-500 chiqasiz. Nimaga? Chunki bitta endokrinologdan borib konsultatsiya olsa ham 1 million tashlab kelasiz. $100. Lekin treneri bilan ulardan past edi, как будто. Zaliga o'zini formasiga ayagan odam, men o'ylayman, bilmayman. Qanaqa odam? Doktorga beradi, очередьga turib, doktorga pul berasizlar-ku. Sotib bering deb. Zalga kelinglar, doktor ham kerak bo'ladi. O'sha pulni o'zingizga yetishik. Eng qizig'i o'sha eshitmalik o'tiribdi bilmayman.